Assalomu alaykum hammaga. Biz yana bir obyektimizni Namangan shahrida yakuniga yetkazdik. Yangilik qilib mana o'rtalarni Nerjevaga tilla tunkalardan qo'yib berdik okalar. O'ta bomba chiqdi o'zi ham xudo xolasa. Ko'rib baho beringlar. Alkafonga ham dam berib oladigan darajada xudo xolasa. Zo'r chiqdi inshaalloh. Bizning fikrimiz bo'yicha. Bizning fikrimiz u. Hamma endi har xil. Kommentariyaga mana shu ishimiz haqida fikringlarni yozib qoldiringlar. Sizlarga ham yoqdimi? Nerjevadan tilla tunkalarni qo'yganmiz. O'ta zo'r chiqdi o'zi ham. Polni slif oldi sliflaridan tortib tunkafoni ko'cha tomondagi vodostokalargacha polni qo'yib berdi bu joyga. Bu yoq tomoni mana orasini sal kichikroq qilganmiz. Asli bu yoq tomon birinchi bitgandan keyin uyaga so'kamiz. Mana tomonni sal kattaroq qilib beringlar dedilar. Ikki xil bo'lib qoladi aka desam, mayli bu tomon tillasi kattaroq ko'rinsin, kattaroq qilib bering dedilar. Qaysi biri yoqdi sizlarga mana ko'ringlarchi. Bu yoq tomonda mana orasi kattaroq bo'lgan, tilla kattaroq ko'ringan. Bu yoq tomonda mana 4 sm ko'ringan odatdagidek o'zimiz stilda qilganmiz. Ko'rib baho beringlar. Polni mana shu joyi 27 million so'mga yutkazib berdi. Ichida mana bu gipsokardonlari ham bor. Xizmat haqqi uyaga olib bergan. Qolgan tunkafon oldi, lato ko'cha tomondagi vodostokalari hammasini 27 million so'mga polni yutkazib berdi. Mana bu joyda sinish bor okalar. Mana shu joyga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Xuddi zavodskoyda xudo xolasa chotga qilib olib ketilgan. Shuruplar ko'rinmagan. Ichkaridan urilgan hammasini mana burchaklari, ozgina ko'si bor joyi. Xudo xolasa o'ta chiroyli bomba chiqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa kommentariyalar, fikringlarni kutib qolamiz. Ko'cha tomonni ham ko'rsatib o'taman xudo xolasa hozir. Ko'rsatib o'tamiz. Burchakga e'tibor berib qo'yasizlar alohida latolarni choklariga. Ko'cha tomonga o'tadi. Ko'cha tomonimiz mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu joy 1.90 chiqqan o'stirmasi. Bu yoq 70 sm chiqqan yoq tomoni mana. Men aytgan narxida mana bu vodostokalari ham oldidagi latolar hammasi bor. 27 millionga bitta mana shu holi. Nerjevaga tunkalari ham xudo xolasa o'shaning ichiga kiradi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Alkafonda kачественностьdagi ishlarimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. O'ta bomba. Mana devor bitgandan keyin okalar yana ham xudo xolasa ochiladi ishimiz. Bizda vodostoka xizmatlari ham bor. Mana devordan qochirib o'rnatilgan. Travertin qildirsalar ham bu yoqqa olib o'tirish shart bo'lmaydi, xudo xolasa. Orqasiga changlar to'planib qolmaydi. Yaxshi tomonlardan mustahkam moshni bo'ladi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilari xudo xolasa yaxshilari oldinda.